ham de o'ylab qarasangiz, mana xalqimiz uchun foydali bo'lgan narsalarni qilish arab tilida sadaqatun jariyatun deydi. Ya'ni sadaqa joriya. Ya'ni odam o'lgandan keyin ibodatlarning savobi to'xtaydi. Lekin sadaqai joriyani savobi to'xtamaydi. O'lgandan keyin ham ketaveradi savobi. Ular nimalar desa, odamlar foydalanadigan nimadirlar qilib o'zidan qoldirish, solih farzand tarbiyalab qoldirish, yo bitta asar yozib qoldirish, u hadismidi, fiqhmidi, fizikamidi, ximiyamidi, algebramidi, yoki bir meditsinaga oidmidi, yo mana arxitekturaga oidmidi? Yoki odamlar foydalanadigan, mana masjidni qurgan sadaqa joriyaga erishdi. Kim hissasini qo'shgan bo'lsa, harakat qilgan bo'lsa. Lekin sadaqa joriya deganda biz bugun faqat masjidni tushunib qolmaylik-da. Musulmonlarga faqat masjid kerak xolosmi? Xo'p, ibodatimiz uchun masjid kerak. Xo'p, yo sizni yo meni lecheniya qilish kerak. Masjidda lecheniya olamizmi? Nima degani? Bu degani klinika kerakmi? Kim klinika qursa, o'sha klinikaga musulmonlar borib lecheniya oladimi? O'zi o'ldi deylik, o'sha men bo'lsam deylik, men klinika qurdim, o'ldim, ketdim, lekin klinikam qoldimi? Bu degani undan menga sadaqa borib turadimi? Xo'p, bolajonlarimiz, xo'p 3 yashar, 2 yashar, 4 yashar, 5 yashar bolajonlarimiz bog'chaga borish kerak, ta'lim tarbiya olish kerak, nimadir yasashdi, 1 2 ga qo'shishdi, 4 ga 5 ga qo'shishni o'rganish kerak, maktabgacha ta'lim deyilyapti. Xo'p, shu narsani maktab bog'cha qilib o'rganadi. Bu nima degani? Siz bilan men musulmonlarning bolasiga bog'cha qurib hozir kimdir qurayotgan tadbirkorlar bor-ku, o'zi vafot qildi deylik, o'sha joyga siz bilan meni bolalarimiz, nevaralarimiz borib foydalanyaptimi? Bu nima degani? Bu sadaqa joriya bo'ladi. Xo'p, ikkinchisi, bolalarimizga matematika kerakmi? Hatto Navoiyga ham matematika kerak. Svarshiga ham kerak, qassobga ham kerak, duradgorga ham kerak, liboyga kerak matematika. Geometriya kerak, fizika kerak. Fizikani yaxshi bilgan odam bir og'ir narsani ikkinchi joyga ko'chirishga qiynalmaydi va hokazo boshqa narsalar. Xo'p, bolalarimiz masjidga kelib 4x4 16 deb shetda o'rganadi. Bu nima degani? Musulmonlarning kelajak avlodi bilimli bo'lib, birovga xorizor bo'lmasligi uchun maktab kerakmi? Bu degani maktab ham sadaqa joriyaga kiradi. Nimaga? Men maktab qurib o'lsam, yo siz maktab qurib o'lsangiz, o'ldingiz, ketdingiz, yo o'ldik, ketdik, lekin maktabimiz qoldimi? O'sha joyga musulmonlarning bolasi borib o'qiyaptimi? Foydalanyaptimi? O'ziga kerakli ilmni olyaptimi? Erta o'tindiga shuni zo'r olsa, birovga muhtoj qaram bo'lib og'zini ochib turavermaydimi? Bu nima degani? Maktab ham sadaqa joriyaga kiradi. Yo'inki bir musulmonlar to'planib turadigan joy, ke shu joyga bitta skameyka qilib bering, ikkita daraxt ekib bering, ekdi, skameyka qo'yib berdi. U odam o'tib ketdi. Lekin o'sha daraxt turibdi, skameyka turibdi. Odamlar foydalanyapti, salqinidan, skameykasidan o'tirib, yo o'tinidan, yo bargidan foydalanyapti. Bu sadaqa joriya. Biz sadaqa joriya deganda faqatgina shu ibodat qilinadigan joyda o'zini tushunmaylik-da. Ko'prik qurib berish sadaqa joriya. Bir suv yo'q joyga suv olib borib berish, yoki quduq qo'ylab berish sadaqa joriya. Mana bugun o'zimiz aytaylik. Xo'p, bizni tuman, bizni yashab turgan joyda masjid soni qanaqa? Bemalol yetarli. Xo'p, jumada xo'p to'lyapti. Qolgan kunichi to'ldira olyapmizmi? Qabristonni yaqini yaxshi, masjidning uzog'i yaxshi. Unutmanglar shu narsani. Chunki bitta qadamga 10 ta hasanat yozilsa, ikkinchi qadamga 10 ta gunoh o'chiriladi. Tasavvur qiling, shu 2 qavat uy qurgan zotlar bo'lgan ekan. Keyin fitna qilishib siz dunyoga berilib ketdingiz. Nimaga siz 2 qavat uy qurdingiz deganda, men payg'ambarimiz gaplariga muvofiq qurdim degan ekan. Qanaqasi payg'ambarimiz 2 qavat uy quringlar degan bilan desa, yo'q, uni demaganlar. Musulmon odam masjidga borganda qancha qadam ko'p tashasa, shuncha hasanat ko'p bo'ladi degan. Ikkinchi qavatni qo'shuvdim, 15-17 qadamim qo'shildi mana. Tepadan tushib boryapman, qadamim ko'paydi degan ekan. Ko'ryapsizmi? Ha, bu degani 4 ta boy chiqib bitta mahallada men masjid quraman dersa, u musulmonlarni bo'lish basmi bu? Masjiddan maqsad musulmonlar to'plansin deydi. Chunki ko'pligi bilan bizga xursand bo'lmaylik. Hozir mana shekda kattaligi uchun, kengligi uchun mana shu joyga 5000, balkim 10000 odam to'planyapsizlar. Xo'p, yoniga bitta masjid quraylik, nima bo'ladi? 6000 tasi qayerga ketadi keyin? Bo'linadimi? Ayriladimi? Shuning uchun men
Xo'p, qayerda ekan? Mash adashmasam 3 ko'prik deb masjidda aytdim shekilli. Xudo xolasa Alloh meni dastimga bersa, men nima deydi? Qalbimdagi narsani aytay. Men bolajonlarimiz zo'r maza qilib o'ynaydigan, maza qilib ta'lim oladigan bog'cha qurish niyat qilganman men. Shaxsan men o'zim. Kim uchundir g'alati tuyular, lekin meni eng birinchi planim shu. Ikkinchi planim yana Xudo qo'limga boylik bersa, ikkinchi planim zo'r maktab qurish niyat qilganman men. Ochig'ini aytsam, bog'cha va maktab meni eng birinchi planim shu. Hozir mablag'im yetmayapti, chunki qura olmayapman men. Nimaga? Chunki azizlar, men bu gapimni ko'p aytaman, yana aytaman, mehrobda turib yana aytaman. Musulmonlarga faqat mulla, qorini o'zi kerak emas. Musulmonlarga hamma soha kerak. Shu masjidda arxitekturasini mulla chizdimi? Shu chiroyli qilib dizaynlarni chizib, arxitekturasini chizib, chiroyli qurib, sizlarga chiroyli topshirgan kim? Qorilarmi? Yo'q. Ustalar, arxitektorlar, dizaynerlar, xo'p, yana kim ishlagan batdan? Malyarlar. Yana ani issiq sovuqni tushiradigan nimadirdi? Santexniklar, to'g'rimi? To'g'ri. Shularmi? Bu nima degani? Bizga santexnik kerakmi? Kerak. Malyar kerakmi? Kerak. Devorkash kerakmi? Kerak. Arxitektor kerakmi? Kerak. Hozir biz shu 30 ta imom kelish chizmasini chizib, mana qilib quramiz degan bo'lganimizda yarmiga yetmay og'anardi bu. Bunaqangi oraliqdagi 20-25 metr oraliqda beustun qurilishni mulla qilib bera olmaydi. Buni arxitektor qilib beradi buni. Buni biz anglashimiz kerak. Shunda inshaalloh chiroyli, go'zal, yaxshi ish bo'ladi.